Nurul aka, Nabay. Telegramdan guruh ochganmiz. Aha. O'shani ham bir aytib o'tib ketaylik, ha. Surxondaryo Hisori qo'ylar deb guruh ochganmiz. Qidiruvga yozsa chiqadi, videoni tagiga ham qo'yib qo'yamiz. Qo'shilib olishsa, Xudo xolasa mana podpischilar obuna bo'lingizlar. Nasib bo'lsa, bundan ham zo'r videolar chiqarishga harakat qilamiz. Xo'p, endi bizlarda videolar ko'pincha suruv atarlardan bo'lyapti. O'zimizda atarlar bor, ma'lumotlarni berib o'tamiz, o'sha gruppalarga joylaymiz. To'g'rimi? O'zimizga o'xshagan fermerlar bor va qo'y cho'ponlar bor, hammasi o'sha gruppada xudo xolasa jam bo'ladi. Boramiz. Mana boshqacha tema ekan. Mana haqiqiy bu tilla. Mana buni qarang buni. Oltin tilla. 99 Pro va tilla bu. Chini bilan hamini Xudo bersin, onasini bo'ldi bir akam izlamaymiz, xalq yesin, xalq foydalansin, kam bo'lib ketadi. Kamini Xudo bersin. Shunday. Endi qo'yga qarab baho bermang. Qo'y yomon emas, qo'y Xudoga shukr, qo'yingiz zo'r. Ne birovni molni pastga urish emas, lekin bu 86 ta, ikkita qo'chqor 88 taga misol yetaga pul sanashi ham. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Xudo xolasa 3-iyun sanasiga ana Otabek akamizdan Surxondaryo Hisori sog'liqlardan mana shu Nurullo akamiz, Otabek akamiz vaqtida birga qo'y boqishgan ekan. Hozir endi ancha yillardan keyin hozir yana qarang aytadi-ku, birlashtirdik ha. Azbekjon tog' bilan uchrashmaydi, odam bilan uchrashadi. Shunday. Nurullo aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Ha. Tinchmisiz aka? Xudoga shukr, zo'rmisizlar? Sog'lik yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? So'rashib qo'ying endi. Menga bering-da, menga ham eshitilmay qoladi gaplar. Otabek aka, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Azbekjon yaxshimisiz? Salomatmisiz? Xudoga Siz shukr. yaxshimi? Lekin jonivor qo'ylar nima sozlabsiz aka? Ha, biz yig'ib kelaveramiz. Ha, nasib bo'lsa. Bizda bitta gap borki, bo'lsa bizning xalqqa bo'lsin. Xalq foydalansin. Gap yo'q aka. Lekin odam shunday qarab tursa, bag'ridil ochiladigan qo'ylar ekanda. Ya, qo'ylar zo'r sifatga. Nurullo aka nima dedingiz? Endi akamiz, aka, Nurullo aka, 20 tasini bering desam, yo'q deyapti. Ha, Nurullo akamiz, do'stlar, o'zingiz bilasizlar, o'zimizda arkor, o'zimiz qo'y boqadi, bachchalikdan qo'y tushunadi-da. Endi shu akadan ma'lumot so'raymiz, nima deysiz qo'ylarga? Qo'ylarga Xudoga shukr, zo'r, hammasi zo'r. Ko'z tegmasin. Bir 20 tasini bizni bir tanish so'rayapti, men bering desam, yo'q deyapti-da. Bir joyda pachkani buzmay beraylik deyapti. Xudo xolasa 20 ta mayli qilib beraman deydi, lekin buni pachkani buzmaslik egasiga topshiraylik deyapti-da. Bu hozir endi obzorlarni qilamiz aka. Xudo xolasa, endi bu akaga ham bir joyda sotilsa yaxshiroq. Shunday, bir joyga sotilsa, bir kishi pul bersa, shunday-da, zo'r bo'ladi-da. Mana o'tgan kuni 35 ta qo'ydik Azbekjon. Ha. Shu bir aka keldi, Namangandan ekan. Shu bozorlarda ham ko'rib kelgan ekan. Shunday kelib 70 ta qo'y bor edi. Bir joyga oldi. Bir joyda sotildi. Qo'y yo'q, ha. Bu barakasini bersin. Biz zo'rni ayirib video qildik, bu yoq qoluvdi-ku, o'sha qo'ylar ham ichiga bir joyga oldi. O qo'chqor ham ketdi, ha? Qo'chqor boshqa ketdi. Boshqa ketdi. Qo'chqor nima ketdi? Jizzax ketdi, Adilni ketdi. Ha, Kashtan qo'chqor. Ha, u Adilni ketdi. U katta qo'chqor turibdi lekin. Ha, u buni ichida ham qo'chqori bor ekan. Buni ichida ham bor ikkita qo'chqor hozir. Ay, barakasini bersin. Endi qo'chqor izlab yurmaydi, olgan odam. Endi aka bir bo'riday arilangan Nurullo aka. Ikkovlaringiz ham birdan arilangizlar qani. Endi bitta ushlab shunday bir ko'rsak, 4 ta 5 tasini olata qarab, do'stlar, Rahmonrahim. ko'rasizlar, tomosha qilasizlar. Endi bunday qo'y har doim chiqavermaydi. Mana aka. Xo'p. Ay jonivor. Qo'yda sifatini qarang. Nechinchiga, 3-chigami? Mana aka. Chori qo'y ekan. Hali 4 tish bu. Bunisi 6 qo'y. Qancha qo'y? Ikkinchi bolasiga qo'ygan qo'y. Jonivor bo'yini bermaydi. Bo'yini ko'rsak, ay holati yaxshi. Qaysi tegmagan ustiga. Qaysi tegmaydi? Yo'q, qaysi tegmagan. Boshqa teg. Jon. Ukoyam dadilagana. Ha, bizni shogird, biz asos shogird shu. Bo'rining bolasi bo'ri bo'ladi deydi. Chin. Hey, barakasini bersin. Qani qaytargingizni? Nurullo aka, nima deysiz, o'zingiz xolis odamda endi? Olgan odam barakat topadi nasib bo'lsa. Sifati zo'r, ha? Sifatiga 100% garantiya. Sari.
Bular son nechta aka? Bular aka 86 ta. 86 ta. 86 bosh. Aha, bundan yana partiya, ikki partiya bo'ladimi, bir partiya bo'ladimi? Yo, bir partiya bo'ladi. Ushlang ey jonivor. Qo'yga qiziqdim deyapti aka. Bu qo'yda yosh sal kattaroq qo'y. Ha. Ko'rsating, poychalarni ko'ryapsiz. Mana qo'y. Mana buni endi mana ushlab bu gapiring qani. Mana siz oldiga turing akani. Mana haqiqiy qo'y mana. Yonbosh qiling, yonbosh. O'zimizda eski go'sht bosadigan sifatiga ham jurlarni qarang. Ha, tushtirishda ham 40 kg o'zib. Shuni ham o'z tushgan ekanda buni. Pochalarni ham ko'ring mana. Ha, shunday tomonlarini ayting-da. Qo'yni qanday qilish kerak Nurullo aka mana? Qo'ydi mana xuddi shunaqasidan bo'lsa, Buni oling buni. Buni oling. 100 bosh shunaqasidan bo'lsa, keyin xohlagan narsangizni olasiz-da. Shunday. Qo'y bor. Mana shunday qo'y bo'lsa, o'zi ko'rinib turibdi. Buni endi hammasi ham o'zi zo'r qo'y ekan Nurullo aka. Hammasi zo'r. Ha. Mana kashanlarni ko'ring. Mana qo'ydi. Haqiqiy mana. Mana kashtan ishla xudoyga. Sizlar qo'shqat sog'liq. Mana shu monchoqlari ham bor ekan, qarang. Haqiqiy. Ushlang. Haqiqiy gisarski. Mana. Yungi bosh. Mana. Boshqacha tema ekan. Mana. Haqiqiy bu tilla. Mana buni qarang buni. Oltin o'ynami? Tilla. 99 prova tilla bu. Tillami? 99 prova. Qo'y va. Barakasini bersin. Shunday. Olgan odam baraka topar nasib bo'lsa. Ya, olgan odam ham. O'tgan mardagi odam ham mana hozirgacha shu bugun ham telefon qilib "Oka, qo'yingiz zo'r ekan. Rahmat sizga." Va qo'chqorlarni ham ushlab ko'rsataylik bir. Qo'chqorda hozir. Endi bakcha. Bular tishini nima deymiz Otabek aka? Bularning tishini aka 4 tish, 6 tish. Qanday agar bitta yarim 8 tish qo'y bo'lmasa, hammasi 4 tish, 6 tish qo'y. Boring ichida 8 tish qo'y bo'lishi mumkin-da. Ha, 5 ta 6 ta aytyapman-ku bo'ladi. Qo'y boring. Mana bu ham o'zi tullagan. Ha. Mana bu qo'yni ham ushlangda. Endi hammasini sifatli ushladi demasin, mana bu qo'yni ham ushlang. Monchog'i bordi. Ay barakalloh. Shunday. Endi hammasini shunday. Reklamaga ko'rinishlayapti demasin-da. Endi nega fikr bildiradiganlarim ko'p-da. Xo'p do'stlar, olis fikrlar uchun Nurullo akamizni olib kelganmiz o'zimizdan. Xo'p, qo'ylarni tomosha qilasizlar. Qayta kirmas. Bu ham endi kam qo'yamasa, to'g'ri. Bu ham poycha kalla quloq, hamma sal qaychi tekkanda bu birinchi qaychi tegichida. Ha. Baribir Hursori qo'ydi, birinchi qaychisida qirqadi. Shunday. Birinchi martasi. Qo'chqorlarni ushlangizlar aka. Qo'chqorlarni bir ko'rsataylik. Qarabet qo'ylar bor ekan. Qo'chqor ishlama xo'daysiz. Aka, men sariq qarabetlar bor-ku. Shularni bir joyga sotasizmi? Sariqda agar bo'lsa bir joyga beramiz. Ha, qiziqadiganlar bo'lsa. Nima? Asta. Nurullo aka qo'y bo'yin bermaydi. Ortib ketdi-ku. Qani. Tishi nima buni aka? Tishi panja. Panjaga 6 tish. Aka, buni puli bir bo'lsa sog'liq bilan ketaveradimi? Aka, bo'lsa sog'liq bilan ketadi. Sog'liqning puli bilan. Sog'liq bilan. Agar adilni so'ragan odamga boshqa narx qilamiz. Ha. Yana bittasi bor ekan. Ha, unisini ham ishlaydi. Bular endi boladan ajrab endi yana dolasa qochishga to'g'ri kelib qolibdi-da. Bular qochyaptimi yo'q? Yo'q, hali qochgani yo'q. Qo'chqor qachon qo'shdingiz? Shu bugun qo'shdik. Qo'chqorni ayirib qo'yibmiz. Ha. Reklama uchun qo'shgansiz. Ha. Qo'chqorni ayirib qo'ydik. Vaziyat har xil vaziyatga qo'shaveradi. Bo'lsa, aka sariq so'raganligi. Ha. Videolarimiz ham sal cho'zilib ketyapti. Endi ko'p qo'ydi. Va vaqt. Nima narxi qo'chqorish? Akamiz aytyapti, sariq qo'ylarni oladiganlarga. Narx qo'chqor. Polni bo'ladi. Bir qo'chqorishni. Sariq qo'ylar oladiganlar polni panjaga 6 tish. Bunisini ushlayapti endi. Gaplashilaveradi deyapti. 7 tami 8 ta sariq qo'yi bor ekan. Bu qorasidan ekanda. Qorasidan bu Buni tishi nima? Shuni ochib ko'rsating, to'g'ri. Buni 7 sal
Sal kamroq ekan yet. To'xtang. Bular endi hozir arpa beryapmiz buni Ha. adini ayirib. Aha. Endi arpa berib boshladik. Jonivor o'zini o'nglab olar. Bo'ladi aka. Endi bu narxini nima deymiz aka? Buni narxini kelishtirib aytamiz, u bosmonga olib bormaymiz. Shu kelishtirib ayting. Kelishtirib bir 7,5 dan bersa, qo'chqor ichida hammasini beraveramiz. 7,5 demanglar aka. Shuncha gapni biz 7,5 Yana muomalasini qilamiz, Azbijon. kelishtirib ayting. Muomalasini qilamiz. Kelishtirib ayting qani. Haydang. 6 milliondan bir joyda bo'lsa berasizmi bizning podpischilarga? Otabek. Yo'q, aka unday demang. Pat bo'ladimi? Ha, u Nurullo aka bir savdo qilasizmi? Nima deysiz? 7,5. So'rasam xafa bo'lyapti-ku. So'rang qani siz ham bir Bo'lsa xalqqa bo'lsin desam yo'q deyapti-ku endi. o'zini gapi. xalq mayli, xalq foydalansin. Kelishtirib ayting Otabek aka. Aytdim-ki, bo'ldi. 7,400 dan berasiz. Mayli, dastavka ichida qilib beramiz, qo'chqor ham ketadi. Qo'chqorda ham 25 million hisoblasangiz, u so'v narx pastga tushib ketadi. 25 million hisoblamaymiz aka. Ha, 20 chiqsa 20 hisoblaysiz. 7-8 millionga bu qo'chqorlar bermaydi, o'zingiz bilasiz. Ay, shunday, to'g'ri. Endi o'zimiz holatga hozir unday bermaydi. Bermaydi haqiqatan ham. Ha. Ay bir kelishtirib ayting aka. Olgan inson xursand bo'lsin aka. Olgan inson jazmaniga muomalasini qilamiz. Savdo qilamizmi Otabek aka? Mayli, keng mayli, savdo bo'lsa savdo qilamiz, gap yo'q. Xalq bo'lsin. Ikkita do'stlar. Bo'lsa xalq bo'lsin deysiz. Xalq yesin, ha. Xalq foydalansin. Yashaga qo'lingizni ushlab gapiravering. Bo'ldi, men qarang, bizni podpischilar so'rab kelsa 6,5 milliondan dastlabkasi ichida qilib berasiz. Yo'q, aka, u kam bo'lib ketadi u. Chini bilan Kamini Xudo bersin, onasi insin. bo'ldi, bir akam izolamaymiz, xalq yesin, xalq foydalansin. 7,200 mingdan qo'chqori ham, olib borib berariga ham shu uyiga kirgizib suvini ham beramiz. Nurullo aka nima deysiz? Foydalansin xalq. Qo'chqorga u puliga emas. 6,5 milliondan beradi, o'zlari olib ketadi. Yo'q, Xalqqa aka. bo'lsin. Kam bo'lib ketadi. Kamini Xudo bersin. Shunday. Endi qo'yga qarab baho bermang. Qo'y yomon emas, qo'y Xudoga shukr, qo'yingiz zo'r. Ne birovni molni pastga urish emas, lekin bu 86 ta, ikkita qo'chqor 88 taga misol yetaga pul sanashi ham 6,5 milliondan uncha-muncha odamni qaldiratib qo'yadi deydi hozir. Chini bilan. Qo'y ham pul bo'ldi. Vaqtiga siz bilan men boqqan paytiga o'zingiz bilasiz endi, ularda tarixda aytyapman. 700 ming, 800 ming edi vaqtiga. Shunday zo'r qo'ylar qisir qo'yda olardi 1 millionga. Gapni bularni qilingizlar. Bo'ladimi? Men aytdim aka. Aka aytdim, 7,200 mingdan ketdi sizga. Xohlang o'zingiz olib keling. 6,5 dan bo'lsa, men onasim uchun shu podpischilar xudo xolasa uni qilmaydi. Bir joyga bo'lsa 6,5 milliondan o'zlari olib ketadi. Yo'q, aka. Kam bo'lib ketadi. Endi Otabek akani ham qiynamaylik. Bu yoq ham mehnat qiladi orqasidan. Otabek aka, kelarni ayting bo'larni misol. Bo'ldi, Azbijon, hurmatingizga, mana shu paspishlaringizga, shu muxlislarga, xalqi bo'lsin, 7 milliondan bo'lsa bir joyga uramiz. 7 milliondan narxi. Narxi 7 milliondan bo'lsa, kimga bo'lsa beramiz. Ha, uni savdosi bormi aka? Uni savdosini qilamiz. Muomalasini qilamiz. Ha, 7 olgan milliondan. odamga. Mana ular endi tusoq ekanda mana. Bular hali birinchi tug'ish, bular hali tuqqani yo'q, tusoq. O'zi tegmagan ekan. Shular o'zi tulab ketgan. Ey mana qoralar, qora. Bo'lmas. Nota qilishadi. Ha, uni ham ishlaydi hozir. Bu ham sog'mi? Buni ham ishlaydi. Tishini ko'rsating qani? Qayin. Hali qo'zi ekan-a? Hali tish buzmadi. Bunday yonbosh qiling. Bu ham qo'zi ekan aka. Alg'al tish buzmabdimi? Xudo xolasa. Nasib bo'lsa endi. Menman degan qo'y bo'ladi. Mana qarabet qo'ylar bor ekan. Endi buni bo'lib sotishga nima dedingiz aka? Bo'lib sotishga muomalasi qilamiz, hali baland bo'ladi. Yarmiga. Hani tayoq taylashga qilib beramiz. Tayoq taylashga? Ha. Tayoq taylashga ham shu narx. Xudo xolasa men uyaltirmaydi akalar. Muomalasini qilamiz. Kelaverasizlar. Manzil Surxondaryo viloyati Dinov. Endi ko'p qo'y chiqyapti, endi bunday misol katta partiyadagi yoki bunday sifatdagi kam chiqadi-da. Ay barakasini bersin Otabek aka. Shunday aka, barakasi bersin sizga ham, bizga ham, hamma ham. Sentyabr, oktyabrga 7 milliondan ko'p buni o'zi ishlatmaydi. Ishlatmaydi aka.
Endi hozir qo'zi sezon o'shaning uchun sog'liqqa uncha ehtiyojim kam. O'shaning uchun mana Otabek akam bo'lsin xalqni o'ylab. Mana nima? Bu kim qora? Mana ishlar nima? Qolma, Xudayzan. Qoranish. Olsa kelishadi. Otabek akam Ya O'zi kelishamiz ketadigan aka, inson kelishmaydigan narsa bormi? Jazmaniga kelishamiz. shunday. Qo'ylar juda